Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlar bilan yapon til maktabini yotoqxonasini obzor qilaman. Keyingi videolarda har bitta xonasini kirib obzor qilganlarimni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda o'sha sezganingizdek, har bir ko'rsatishadi videoda bunday tushamiz. Mana oyoq kiyimga tushish uchun joy, oyoq kiyimga tushiladi, keyin bu yoqqa bosib chiqiladi. Xo'p. Bu yoqqa shu narsalaringizni qo'yasiz, oyoq kiyimlarni qo'yasiz. Svetni o'chirib ekonom qilib yuramiz. Yaponiyadamiz-ku. Xo'p. Hozir sizlarga pultda qanaqa qilib mana pult. Pultlar ham hammasi yapon tilida. Bu konditsionerniki va mana bu svetniki. Svet pultida mana taymeri bor. 30 minutdan keyin o'chsin. Допустим, muzika bo'lsin yoki nimdir bo'lsin, mana shunaqa degan joylari bor. Masalan, hozir bunday bosib svetni kamaytira olaman. Bunday bosib ko'paytira olaman. Maksimalist. Demak, bo'lib ketadi. Bunda bosib keladi. Mana qilib bemalol uyni sveti bilan, ya'ni kadr qilsa bo'ladi, mana shu pult orqali. Bunda yana qanaqadir ko'pincha funksiyalar bor, men hali o'rganib chiqmadim, lekin eng yoqqani mana shu svet kontroli bo'ldi va taymer. Ya'ni svet yoqib uxlaydiganlar uchun masalan qo'rqishadi svetsiz uxlashga, lekin uxlab bo'lgandan keyin odamga farqi yo'q, svet yoqibmi, o'chiqmi, o'sha uxlab bo'ldi. Mana shunaqa taymerga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Uxlagungacha. Men uchun zo'r foydali bo'lgan lifhacklardan bittasi. Yotog'im keldi. Hozircha emas, bundan keyin ham yerda uxlayman. Shu bir qavatli yotoq, kichkinagina yostiqcha va ancha issiq tutadigan ko'rpacha. Ya'ni ko'rpa. Karavotda uxlashga o'rganganman, noqulay bo'ladi deb o'yladim. Yo'q, o'sha kichkina bo'lchaga qaramasdan ancha qulay ekan. Ya'ni polniy mana shuncha joy yana menga. Bundan tashqari shkopi bor. Shkoplari juda ham o'zi eshiklari mana shunaqa qilib ochilarkan ham bo'ladi. Bundoq qilib sursangiz, mana ochiladi. Yana bundoq qilib sursangiz, yopiladi. Bu yerda masalan shkopi bor, men kiyimlarimni qo'yish uchun. Men hali kiyimlarimni ochganim yo'q. Skameyka, kimdir o'tirsa bo'ladi, nimadirlaringizni qo'yishingiz bo'ladi. Обязательно stol, ya'ni parta, stul, hamma narsasi bor. Bu yerda mana men uchun yana o'sha Mitsubishini mana ko'rsanglar bo'ladi. Air konditsioneri. Bu yerda mana parda bilan to'silgan, chunki bu yog'i o'sha wow. Sizlar uchun zo'r narsaga to'g'ri keldim. Balkon va oynasida shunaqa chiroyli quyosh botyapti. Men o'ylaymanki, hamma talabalar orasida eng qulay, komfortniy yotoqxonalardan bittasiga tushdim. Tim bo'la o'zim olganman, bir o'zim shunday katta, butun boshli kvartiraga o'xshagan joy. Bu narsa menga berishdi til maktabdan. Bu meni Wi-Fi'im. Mana bular shunaqa ekan, portativniy Wi-Fi. Mana Wi-Fi. Mana shu narsa menga hozir Wi-Fi ishlab turibdi. Bu narsa bo'lmasa, zaryadkasi qolmay qolsa, men Wi-Fi ishlata olmayman afsuski. Вот. Shunga shunaqa narsalar, shunaqa vaziyat hozircha. Yuvinish xonasini ko'rsatadigan bo'lsam, yuvinish xonasida men sizga eng zo'r narsalardan bittasi bu mana ushbu kafelga o'xshaydi, lekin buni bosganingizda o'zi kafel masalan ko'rinishini berib turibdi, lekin buni bosganingizda bu kafel emas, bu material sifat kafel, qanaqadir boshqacha. Bu yoqqa suv tushganida srazu quriykan. Bu yoqdan xuddi shunaqa svet yoqamiz. Bu yoqda ham mana granitga o'xshaydi, o'zi qattiq, lekin yumshoq emas, lekin suv birinchidan oqib ketadi. Suv tushishi bilan srazu quriykan. Mana yuvinish xonam, mana boshqa bolalarnikini hali ko'rmadim, nomanda ancha keng. Ya'ni bu Osaka uchun juda ham keng hisoblanadi. Juda ham hamma sharoitlarga ega, nimadir kiyimlar olib qo'ysa bo'ladi, narsalar olib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda sveti bor, bu yoqda kichkina oynasi bor, faqat badaningizni ko'ra olasiz. Bu yoqqa masalan shampun narsalar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda mana yana qulayliklardan bittasi, masalan bu yoqqa so'ng hamma narsalarni qo'yasizda rakvina. Ya'ni mana shu smesители juda ham qulay ekan, ishlab chiqarilgan, ya'ni bunaqa tortib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Boshingizni yuvishganmi, boshqa narsagami, uni bemalol ishlatsa bo'ladi. Bundoq qilib keyin qirg'izib olasiz. Shu qirg'izish hali o'rganmadim, men qirg'izim. Bu bunaqasiga ham 180 gradusga aylanadi. Suv bo'lsa mana bu yoqdan yoqib regulirovka qilinadi. Yana bitta sevgan eng zo'r narsa, ekologiya uchun juda ham katta foydasi bor. Masalan, mana suvni yoqdilar.
Qurayotgan bo'lsangiz, bu bitta struya bo'lib oqmayapti. Bizda Toshkent O'zbekistonda mana. Bitta bo'lib oqmayapti, ko'p bo'lib bunda ko'paytirgan bo'lsam, mana qarashlar. Bu nima uchun qilingan? Mana bitta bo'lib oqmayapti, ko'p mayda anaqa qattiq chiqadi. Yo'q, siz ichida bunaqa chiqargan joylari, nuqtachalar bor. Bu nima uchun qilingan? Bizda bunaqa yo'q. Bizda bitta ko'p bo'lib oqadi, bitta struya bo'lib oqadi. Nima uchun qilingan? Bu suv o'sha suv chiqayotganda, mashina chiqayotganda ekonom bo'lib tushishi uchun, men buni eng maksimal darajasiga qo'shsam, suv ekonom bo'lib tushishi uchun qilingan bo'ladi. Ya'ni tish yuvib turishimiz mumkin, boshqa narsalarda biz suv yo'q qoldiramiz-ku. O'zi yo'q qoldirmaydi, lekin shunday yo'q qoldirganimizda suv juda ham bir, ya'ni 10 barobar kamroq suv ishlatasiz bunaqa. Bu nomini bilmayman, shu bunaqa qismi mana suv hammasi mana shunaqa bo'lib ketadi. Bular ham dumaloqchalik qilib yasalgan, чтобы musor yig'ilib qolmasligi uchun. Bu yerda o'zimizning kir mashina bor. Men yotoqxonada bir o'zim turaman, mana shu hamma narsa bir o'zim uchun. Bu yerda ancha joy bor hali. Kir mashinani hali ishlatib ko'rmadim, ulgurmadim. Undan tashqari mana bu yerda svetni qilib yoqib qo'yib oynani ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa sharoitlari, ya'ni yotoqxonani imенно Loop maktabini, Osakada joylashgan Loop maktabining sharoitlari 10 dan 10 baho beraman. Buni yana hojatxonasini bitta fransuzdan eng noodatiy narsasini ko'rsataman. Ya'ni bu hojatxonaga kirib bo'lganingizdan keyin suvni oqizmoqchi bo'lsangiz, bu chetida uni oqizadigan narsasi bor. Именно mana bu bakdagi suv hozir tushadi pastga. Получается, bunda bosganingizdan bu yerdan suv chiqishi boshlaydi. Bak to'ldirish uchun esa bu yerda qo'lingizni yuvasangiz bo'ladi. Mana shunday qilib qo'lingizni bemalol yuvasangiz bo'ladi. Ham qo'lingizni yuvasiz, ham bu suv bakka tushadi, keyin hojatxonani yuvish uchun dalsha ishlatsa bo'ladi bu suvni. Ya'ni juda ham unumli foydalanishadi. Bitta suvda 2 marta. Mana shunaqa narsasini sezdim. Mana bu yoqqa spesial sochiq o'tish uchun qilib qo'yishgan. Birinchi boshida tushunmadim nimaga ekan deb. Bilsam, mana shu narsa uchun ekanligini qo'lda yuvgandan keyin sochiqni artish uchun. Va обязательно bu umum tualet, ya'ni подогрев сиденья, muzika va o'sha yapon hojatxonalarda aytilgan va ko'rsatilgan barcha narsalari afzalliklari bor. 10 baho beraman. Yana bitta sezgan narsam qaranglar, ko'rsataman. Hayron qolasan. Shu darajada ideal o'ylanganki, mana ochaman maksimalligi. Joy, ya'ni tanqisligi bo'lgani uchun devor ham shu darajada mana ideal qilib o'ylangan. Tushunyapsizmi? Ya'ni devor debman, eshik devorga tegmaydi, lekin ozginchagina joy qoladi. Bu narsa просто fantastika. Sveta обязательно o'chirib beramiz. Men bitta sezgan yana narsam, butun o'sha yotoqxona bo'yicha faqat Mitsubishi elektronikasi ishlatilgan. Ya'ni mana bu yerda ham sezgan bo'lsangiz Mitsubishi, bu yerda ham adashmasam hozir qayerdadir ko'rish kerak bu yerda. Yo'q, bu yerni bilmadim, no. Hojatxona Mitsubishiniki 100%. Mana bu yerda полный stansiyasi turibdi. Mana bu yerda Mitsubishi холодильники, bu yerda уже mikrovolnovka boshqa brendniki Panasonic multivarkasi. Buni ham hali ishlatmadim. Mana hamma narsa ko'rganingizdek o'sha talabaga taqdim qilingan. Холодильник ham katta ancha mikrovolnovkalar bilan. Bu yerda rakvina bemalol ishlatsa bo'ladi. Xuddi boy aytganimdek, bundan bitta struya bunda ochilganingizda bunda sal ko'proq chiqadi, lekin baribir O'zbekistondan kamroq. Ya'ni napor chiqayotganda suv baribir kamroq chiqadi. Mana bu yerda polkada choy qo'yib qo'ydim. Undan tashqari bu yerda mana gaz emas, gazoviy plitatsiya ham bo'ladi. Shunaqa narsasi bor. Bemalol ovqat pishirsa bo'ladi. И вытяжка. Ya'ni talaba uchun va komfortli yashash uchun absolyutno hamma sharoit qilingan. Absolyutno. Ammo qilmaslar. Musorchilar qo'yib qo'ysa bo'ladi, qancha bilasizlar, Yaponiya musor saqlashmaydi. Baribir. Ammo o'zim musor bilmayman. Boyagi korobkada saqlayapman. Bu yerda pastdan birinchi etajdan kimdir masalan men oldimga kelsa, nima deb dastavka chaqiradigan bo'lsam, bular meni uyimni tagiga kelib taqillatmaydi, liftni oldida bosishadi. Menda ham jiringlashib boshlaydi, kimga kelganini ko'rsatadi. Men buni bosmagunimgacha u liftga kira olmaydi u odam. Lekin til maktab xodimlari o'zlari ikkinchi etajda yashashadi, bemalol masalan o'sha eshikdan ham taqillatib kiraverishadi. Koridor uzunligiga qaraydi. Bir o'zimni javob, вообще manzara.